Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizda tabiiy giyohlari, malham siroplari barcha kasallik turiga, ayniqsa onkologik kasallik turlariga shifo. Biza butun O'zbekistonning barcha viloyatidan va qo'shni davlatlardan ham bizga lechkani olib davolanishga keladilar. Qayta davolanib shifo topolmayotgan insonlar, jarrohlik yo'li operatsiya qilgan bemorlar va ximiyani olib operatsiya qilib shifo topolmayotgan bemorlar bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizda tabiiy giyohlardan shifo olish uchun keladilar. Allohning qudrati ila jarrohlik yo'li ham hojat yo'q, ximiya nur olishga ham hojat yo'q va qayta davolanishga ham umuman hojat yo'q. Mana bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizni tashkil bo'lganiga mana 1-oktyabrda 25-yil bu yil 1-oktyabrda xudo xolasa 30 yil to'lib 31 yilga qariydi. Mana Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizni man 9-pokoleniyasi, mana 10-pokoleniya Nur Aziz buvam bo'ladilar o'zlari. Mana 5-klass hozirgi kunda men bilan giyohlarni bemalol tayyorlash jarayonida faol qatnashadi. Ixlosi yaxshi, Allohning qudrati ila hamma narsani so'rab, savol berib, sevchiklab, so'rab turadi. Qachon giyoh ishlaymiz bu deb menga hamisha so'rab turadi. Nur Aziz buvamizga yordamchi Lazizoda qizimiz. Bu qizimiz ham 5-klass hozirgi kunda, kelajakda 10-pokoleniya bular bizdan keyingi ishimizni, korimizni, hunarimizni davom qiluvchilar. Nur Aziz klinikasini davomchilari bular, xudo xolasa. 11-pokoleniyamiz ham bor. Bu hali baqcha bolasi 5 yoshida. Xudo xolasa mana giyohlarimizni bu turga tergan giyohlarimizni oxirlarini ishlayapmiz. Xudo xolasa endi iyun oyida moyning 20sidan keyin giyoh terib boshlaymiz. Giyohlarimiz Allohga shukr yaxshi, 5 yil 10 yilda giyoh yaxshi ko'karadi. Uni ham endi kilometrlab yurib teramiz. Uni topilganiga xursandmiz. 4-5 yil umuman giyoh bo'lmaydi. Qaysi paytlarda giyoh yaxshi bo'lmaydi? Yomg'ir, qor bo'lmasa giyoh yaxshi bo'lmaydi. Allohga shukr, bu yil yomg'ir ham, qor ham Xorazmda 3 marta zo'r qor yog'di. Ajoyib qormisan qor yog'di. Yomg'irlar yaxshi. Hali ham davom qilib turibdi yomg'irlar. Giyohlarimiz ham tekshirib ko'rdim bir qator. Xudo xolasa giyohlarimiz ham sekin ko'rinyapti. Bu ham Allohning qudrati ila mo'jiza. Allohim dard beribdiki, darmonini ham berib qo'yibdi. Faqat o'rnida qo'yib iste'mol qilsalar kifoya bemorlarimiz. Mana biz 6-bozor kunlari mana shu ishlarni qilamiz. Siroplarni tayyorlaymiz. Shunaqa 6-bozor kuni postiyan mana shunaqa ishlarni qilamiz. Telefonlarga javob bera olmaymiz. Qachonki obed qiladigan bo'lsak, shu paytda obed vaqtida bemorlarimiz telefon qilgan bo'lsa gaplashib olamiz. Hozir ham telefonimda bir 30-40 ta telefon kelib turibdi. Boya obed qilgan paytimda qistog'li bir 3 ta bemor bilan gaplashdim. Endi soat 11-12 dan keyin gaplashishimiz mumkin. Ertaga soat ish vaqti soat 10 dan keyin gaplashishimiz mumkin, xudo xolasa.